Eflantiyalar bugun men sizlarga qal'amni ko'rsatishga tayyorman. Oldinga qal'a. Endi yana o'sha buni ko'rib chiqishlaring kerak. Uchiga sanchildi-yu, mayli. Endi kirib ol. Mana bu yerda do'ngli sandiqlar, bu yerda ham sandiq, sehrlash stoli. Mana bu yer olmoslar saqlanadigan joy deyiladi. Mana bu yer nayza, hech balo o'ta olmaydi. Agar tovug'ini shuni tevorog'idan bunday qo'ysalaring, paqqa etib o'lib qoladi. Xo'sh, bu qalaslarga yoqdi degan umiddaman. Menga hattoki yoqib qoldi. Endi ikkinchisini jihozlashdan bu yerga shunga ham sizlar baho berasizlar, buq bo'lib qoldi. To'g'rirog'i nima bo'lib qoldi? Labirintga o'xshab qoldi-ku. Labirintga kirib chiqib yuraversa odam hadi bosh aylanib yuraveradi. Bunday qilib bu yerdan ham chiqish yo'li qisayur ekan deymi? Men o'zim gapiryapman, nima bilmayapsizlar. What is that? Shunaqa chalkash labirint qilamiz. Xo'sh, endi mana buni olamiz chap qo'ldan. Endi esa what is that? Nima bu chiqmayapti? Mayli, tupurib qo'ygan joyi bor ekan. Xaritani olib tashlaymiz, salyutni joyiga qo'yamiz. Nima bu salyut ishlamayapti? Osmonda parvoz qilish massa. Kim bilsa osmonda mana shunaqa qilib osmonda parvoz qilish mazza. Aytgancha sizlarda qanot bo'lsa mazza qilgan bo'larmidilar? Kommentga izohlarga yozib qoldirish eslaringdan chiqmasin. Aytgancha mana shu obuna degan tugmachasini ham bosib qo'yinglar. Tushunayapsanmi, Alex? Salam. Ko'zingni ko'rmasdan hadi. Buqmaras qala ekansan. Buqmaras sanglari manda o'sha. Mana bu yer ochiq joyimiz. Ketyapman. Xo'sh, qalamni ham ko'rib oldingiz. Masalan, men aytgancha izohlarga balam yozib ketinglar. Men izohlarni juda ham o'qishni yaxshi ko'raman. Hammaga xayr. Obuna bo'lish eslaringdan chiqmasin.